Assalomu alaykum, Baraka Turk YouTube kanali obunachilari. Stroymer Aboy Centerda shifr va taxtalarni baholari bilan tanishtirib o'tamiz. Undan oldin sizlarga manzilni tushuntiraman. Manzil Hakimbog' tarafdan kelishda svetofordan o'tasiz, chap qo'lda. Vish tarafdan kelishda Bajarnining kapitalida, ya'ni o'ng qo'lda. Kelaverasizlar. Hurmatli obunachilar, videomizning listini tanishtirishdan boshlaymiz. Listlar baholari bilan baholancha so'mdan boshlaymiz. Listlarning baholarına keladigan bo'lsak, yana xudo xolasa 30 ming so'mdan 50 ming so'mga deyim bor. Har turli listlarni topaverasiz. Qalin rangli listlar har turlari bor. Xohlasanglar rangli, xohlasanglar oddiy. Liboy razmerda, liboy metrini topib beramiz, xudo xolasa. Liboy vannasini urib beramiz. Keyin Ariandani gullilar ham bor, Arianda ildirilib turibdi-na, ko'raverasiz. Bandaylar. Sharchadan bosadilar, va Toshkentski nalani Sharqiyamdi reykalar ham bor. Bularning metrlari necha so'm danasimi? Metri 3,5 ming so'mdan tushadi bular. 6 metrlik bu? 4 metrmi? 6 metr, 4 metr hammasidan topiladi, bemalol. Masalan, taxtdan olib turib, yorib beradigan bo'lsam, bunda ettirsam bo'lar edi. Masalan, liboy taxtdan oladi, dan yorib beradigan bo'lsa, undan arzon ham tushishi mumkin. Masalan, sifatlatib qalinroq 6 metrliklar ham bor ekan. bo'ladi. Bular sasnami, no? Ava. Sasnadan reykalar. Metr 3,5 mingdan 5 mingga deyinda. Shtuki necha so'm shunda? Masalan, 6 metrlik Shtuki 16 ming so'mga 23 ming so'm bo'lib chiqadi-da. 24, 23 shunday bo'lib chiqadi 6 metrliklar. 6 metrliklar 23 ming so'm, 24 ming so'mdan tushib qoladi ekan-da danasi. Taxtalar shkalant, bemalol ko'raverasiz, bir danasidan buyin yo'q. Ishlarani kesib turibdi. Hamma yerini tushiraverasiz olamdan boshlab. Qadrli obunachilar, bu yerda pol taxtalar ham bor ekan. Bular 15 lik deb aytiladi ekan. 15 lik polovoy taxta bulan 4 metr, 6 metr hammasidan bor. Düyüllari yo'q. Eng zo'r, eng sifatlisidan. Sasnan taxtasi ekan. 75 ming so'm buni. 6 metrligi 75 ming so'm, 4 metrlik 50 ming so'm, 4 metrligi 50-48 gelişib beraveramiz da 4 metrlik. Baraka Turkiya kanalidan kelsanglar, kelishtirib skidga chiroyli etib beradi. Ishchalarni kesib turibdi. Strapiral taxtalar ham bor ekan. Bu yerda har xil taxtalar bor. Kelaverasizlar. Ob'yom katta, chala taxta oshlariga qarab baholarni chotki baholarda beradilar chiroyli. Hozir